Bu hech ko'rilmagan holat. Nuno Mendesning Cristiano Ronaldo bilan qilgan harakati ko'plab muxlislarni hayratda qoldirdi. Cristiano jarima zarbasini amalga oshirishga tayyorlanayotgan paytda Mendes to'pni raqib jamoasi tomon itarib yubordi. Bu yerda Ronaldo zarbasini tayyorlash uchun orqaga chekinadi. Lekin Bruno Fernandes oxirida zarba beradi va Cristianoni hisobga olmasdan to'pni darvozadan tashqariga chiqarib yuboradi. Bu boshqa vaziyatda Bruno to'pni Ronaldoga uzatishdan bosh tortadi. O'ng qanotda u butunlay yolg'iz edi va to'pni to'g'ridan-to'g'ri darvozabonga teporadi. Bu yerda Cristiano jarima zarbasini amalga oshirmoqchi bo'lganida, Bruno unga bu ishni o'zi bajarishini eslatib qo'yadi. Shunda Ronaldo jarima maydoniga kirib ketadi va uning tana harakatlari hafsalasi pir bo'lganini ko'rsatadi. Bu harakatda Diogo Dalot Cristianoni butunlay yolg'iz ko'radi. Lekin to'pni to'g'ridan-to'g'ri Marokashlik darvozabonga